Bugungi kunda dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, xususiy oliy ta'lim muassasalari ta'lim tizimida sog'lom raqobatni kiritish orqali ta'lim sifatining oshishiga xizmat qilmoqda. Raqobat esa o'z navbatida yangi metodlarni, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarning joriy etilishiga sabab bo'lmoqda. Ayni shu maqsadlar yo'lida Osiyo xalqaro universitetida ham bo'lajak mutaxassislarni zamon talabiga mos tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugun Osiyo xalqaro universitetining iqtisodiyot va pedagogika fakulteti dekani Shoimov Shohrux Shuhratich ishtirokida pedagogika va psixologiya yo'nalishi talabalari uchun ta'limni isloh qilishda kreativ yondashish yo'llari mavzusida ochiq muloqot tashkil etdi. Uchrashuv davomida dekan ta'lim tizimidagi zamonaviy islohotlar, kreativ fikrlashning pedagogik faoliyatdagi ahamiyati hamda xalqaro tajribalarni amaliyotga tatbiq etish masalalari haqida atroflicha ma'lumot berdi. Shuningdek, bo'lajak pedagog va psixologlarda ta'lim jarayonini innovatsion metodlardan foydalanish, yoshlar bilan samarali muloqot o'rnatish va kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish bo'yicha muhim tavsiyalar berdi. Bunday uchrashuvlar talabalarning nazariy bilimlarini amaliy tajriba bilan boyitish, mustaqil fikrlash va zamonaviy ta'lim muhitida faoliyat yuritishga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ana shunday yuksak maqsadlar yo'lida intilayotgan Osiyo xalqaro universiteti kelajak avlod uchun bilimli, raqobatbardosh, erkin fikrlaydigan mutaxassislar tayyorlash yo'lida izchil faoliyat olib bormoqda. Sizga psixologiya yo'nalishidagi videoroliklar qiziq bo'lsa, Osiyo xalqaro universitetining Pedagogika psixologiya kafedrasining Instagram sahifasiga a'zo bo'ling.